Hamma gazablogini maqtaydi. Biz gazablogni ko'rsatamiz sizlarga, maqtamaymiz. 24 talik qolibdi, quyiladi. Ko'rishingiz mumkin. 24 dona standart 20-30-60 razmerda g'ish chiqadi. Gazablog 600D markada. Ustilarini ko'rishingiz mumkin. Litsavoy taraf bo'ladi shu. Shu yerga kilek, rodban yoki shuvoq qildirishingiz mumkin. Zo'r ushab qoladi. Mana paddonlarga terilgan holati. Mana tashqarida 5-6 mingta bordi 10 kun oldin. Ujman sezon keldi, qurilishlar boshlandi. Hammasi sotilib ketdi. Hozirda mana mashinalarimizga zakaz bor. Bular ham hozir ketadi. Mana shu holatda chiqadi deb o'ylaymiz. Bunimiz 4 soatlik so'chilkamiz. Bunimiz 14 soatlik. Mana shunaqa parda pishib chiqadi. Kimga shunaqa gazablog kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.